Diqqat, tezkor xabar. Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga rasmiy xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda ushbu videomiz barcha o'zbek fuqarolariga yetib borishi uchun do'stlaringizga ulashishni yodingizdan chiqarmang. Bizning videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Hurmatli tomoshabin, diqqat bilan tinglang. Shu yilning 24-25 mart kunlari Yerga kuchli magnit bo'roni ta'sir etishi kutilmoqda. Bu bo'ron kuchi yuqori bo'lganligi tufayli geomagnit noqulayliklar va ba'zi texnik tizimlarning ishlashida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bo'ron K indeksi bilan hisoblanganda 5 ballik bo'lib, bu kuchli ta'sir doirasida darak beradi. Natijada kosmik ob-havoning noxush holatlari kuzatilib, sun'iy yo'ldosh, navigatsiya hamda aloqa tizimlarida muammolar yuzaga keladi. Magnit bo'roni meteorologik o'zgarishlarga sezgir insonlarning salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi, jumladan bosh og'rig'i, bosh aylanishi va umumiy holsizlik keltirib chiqarishi ehtimoli bor. Davleniyasi bor hamda doimiy bosh og'rig'i ko'zda tutiladigan insonlardan toza havoda sayr qilishni, issiq kunlarda ko'chada yurmaslikni hamda ko'proq suv ichishni tavsiya etib qolamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashishni yodingizdan chiqarmang.